Hammaga salom. Bu videoda biz to'g'ri ikkinchi versiyani sinab ko'ramiz. Ham bu videoni mashimani ko'rinishim, personajim va asl ko'rinishi oldingi boshqa personajlarda o'ynab turdim. U vaqtinchalik narsa edi. Uni sababini hali yana aytib o'taman. Ham hozirgi bu videodan maqsadimiz to'g'ri ikkinchi versiyaga nima qo'shilganligini sizlarga ko'rsatish. Bu videoni qilish uchun men juda ham shoshilib ketyapman. Ham bitta video olib shart qo'yib olmoqchiman. Shuning uchun agar montajda yoki boshqa narsa xatolik bo'lgan bo'lsa, uzr. Bu videoni montaj qilish uchun juda ham ko'p vaqtim hali ketadi. Shuning uchun iltimos shu videoga like bosib qo'yinglar. Bor yaxshisi pachinkiga tusha qolaman. Mayli video ko'proq kelib bo'lsa, hammamiz pachinkiga tushadi. Ham bu to'g'ri ikkinchi versiyada hamma eventlar bir-biriga aralashib ketibdi. Mana har xil nechtadir eventlar bor. Hozir men pachinkiga tushmoqchiman. Mana shunday ko'rinib turibdi. Menga lokatsiya tashlagan joyim ham. Hozir men bitta savol tug'ilyapti. Agar men pachinkiga tushsam, o'sha eventda bitta tushganingizdan keyin o'lib qolsangiz, tirilishga imkoniyat beradi. Bu yerda ham shunaqami-ekan? Men shunaqa bo'lmasa kerak. Bu qanaqa bo'lsa ham baribir men hozir hammasini yopib ketaman. Qachon tushaman? 1 hour later. Va nihoyat kelib oldim. Hozir pachinkiga o'zi shundoq ham ko'p odam tushadi. Ham event ham shotga qo'shildi. Hozir hamma shotda bo'ladi. Tezroq qurol olishim kerak-da. Odamlarni qidiraman. Mana birinchisi ketdi bu. Endi ikkinchisini qidirishim kerak. Aniq shotda narsa, boshqa ko'p odam bo'lsa kerak. Tezlikda ishlashim kerak. Qani qolgani? Bo'ldimi? Hech kim tushmabdi bu yoqqa. Yo, atrofimdan pulli odamlarning ovozi eshitilyapti, lekin hech kim yurmayapti. Mana video uchun ikkinchi qurbon bo'ldi u. Menimcha uchinchisi ham shu atrofda yuribdi. Bu videoni chiqarish uchun men juda ham tezlikda montaj qilishim va tezroq videoni olishim kerak edi, chunki ba'zi bir roli chiqazib bo'lgan ekan. Shuning uchun ba'zi bir xato bo'lsa, uzr so'raymiz. Albatta like bosib qolinglar videoga. Menimcha men o'ylayman, u tepada yuribdi. Men shundoq tepamdanmi deyman. O'zi tusharmikan yo o'zim borsammikan? O'zi tushadiganga o'xshamayapti. O'ng tarafdan qarab ko'raman yoki o'ng tarafdan ana turgan ekan. Bundoq otaman-da. Bo'tmi deyman, o'qlavori. Bo't ekan-u. Qaytarish berar ekan. Bo'tda ham qaytarish berar ekan demak. Men qaytarish bermaydi o'ylaman. Ana uni bo't desam otib tashlay qoldi. Mayli, shunaqa event aralashib ketgan joyga tushaman, chunki video uchun ko'proq kill qilishim kerak. Eventga bormasimdan o'sha otyapti. Bora mashinani ot g'ildiragini teshib olmagan bo'lsa bo'ldi. Ana shu paytda ham kimdir telefon qiladi. Hozir mana kimdir telefon qilganiga internet ham qotadi, telefon ham ishlamaydi, ovoz ham eshitilmaydi, mana o'laman ham. Yonimda ham bor ekan. Yo, bunisi ketdi. Yaxshi, lutida hech bo'lmasa narsalar bor ekan, yaxshi.
Menimcha mana shunisi yaxshiroq bo'lsa kerak Yumpiga. Bilmadim, men umuman 2x Supercell'da o'ynamayman. O kiyimimiz bir xil ekan. Endi otganimga afsuslanib qoldim. Mayli, o'zini o'zi o'ldirib yubora qoldi. Balkim narsa topganimda otarmidim. Mana ukol bor-u, o'zi ko'taradigan. Shu ko'l topsam otarmidim bunga. Hozir eventga borib yangi qo'shilgan narsalarni sinab ko'ramiz. Menmi, skochmi, nimadir mashina ham, keyin boshqa qo'shilgan narsalarni ham. Eventga borsam bo'ldi. Hani endi eventga boramasam, sherigim email turibdi. Endi uni ko'tarish kerak. Bo'lmasam bir hafta ming'illaydi. Yo'q, o'zini qaytara olarkan, u ham eventga tushganmi deyman. Boy lokatsiyadan qaraganimda event nima bo'la, ko'prikda joylashganmi deb o'ylayman. Yo'q, ko'prikda emas ekan, ko'prikning bu yorog'ida ekan. Prosta lokatsiyada ko'prikda ko'rsatgan. Xaritada o'zbekchasiga. O'zi bu menimcha bahorgi sezon, bahorgi sezon qishda kelyapti. Qanday logichni? Asosan eventlarda uncha ko'p chiqmas edi. Bunda rosa ko'p pul bilan 416 vashi ko'p bo'lar ekan bu yerda. Oldin eventda shunaqa talash bo'lardi, 416. Bir-birini o'ldirib yuborardi. Sheriklar даже bir-biriga olovli granata otardi 416 ga. Mana hozir pastda bitta 416 ko'rdim. Keyin mana tepada ham bitta 416 bor. Uj bu ikkinchisi bo'lyapti bu yerdagi. Ama daraxtli qilib ishlashgan ekan bu yerda. Hech daraxt yoki tepasida narsa bormi ekan, chiqsammi ekan? Menimcha daraxt tepasiga narsa qo'ymasa kerak, hech kim chiqmaydi ham u. Lekin tagidan o'tishmazdi. Xullas, men u yoqda ancha payt loot qildim, har xil narsalar oldim, yangicha narsalarni oldim va o'zimga kerakli bo'lgan barcha buyumlarni oldim va keyin u yoqdan ketishga qaror qildim, chunki u yoqda menga kerak bo'lgan narsa qolmadi. Mana hozir yangi narsalarni tekshirib ko'ramiz. Hamma yangicha narsani olib ko'rdim, lekin ba'zi birlari ishlamayapti nimaga? Ishlatish degan tugmasi ham yo'q. Birinchi men guldan boshlayman, baydanmi? Uzoqga qo'yib bo'lmasa ekan, yonimga qo'yaman. Bu ana o'sib chiqyapti. Mana endi bo'ldimi? Boshqa narsa yo'qmi? Bu otsa ham yo'q bo'lmayapti. Nima qilib berardim? Ustiga chiqamanmi buni? Ustiga chiqib ham bo'lmaydi. Baymus sur ekan, shuni bildim. Wow! Men anaqa uchsa bo'lar ekan. O ana kimdir menga otyapti. Hozir mashina qobiliyatini otaman. Bu ham sur ekan. O'zimiz ana eski usuldan qo'ymas. Shunda pirchel olib takkal otib tashlaysan. Ana bu video uchun senlar 6-qurbon bo'lsanlar. Faxrlanlaring. Mana endi oxirgi yangi narsa qoldi. Mana shu skoch. Nima qotdi bu? Shuni o'tirib nima qotdi bu? Nima duo o'qiyapmanmi? Duo o'qiyapmanmi deyman. Boshqa o'lib ketsin, ilohim to'p birraman oliydi. Boyagi narsani men nimaligini tushundim. U hech qanaqa skoch yoki narsa emas ekan. U qo'lingizda xuddi mana shunaqa yerga qilib turar ekansiz. Boshqa sherigingiz agar tom-pomga chiqib olmoqchi bo'lsa, o'zi chiqa olmaydigan darajada balandlik bo'lsa, sizni qo'lingizga oyog'ini qo'yib, sizga tirmashib yo'lga chiqib olar ekan. Keyin xuddi o'sha narsa orqali sizni tortib olar ekan. Tomga, xullas, xohlagan joyiga. Bu ham nisbatan kerakliroq narsa, ham yangicha. Hozir lekin menga eng kerakli bo'layotgan narsa meni sherigim. Mana shu skotchi, men o'sha sherigim bilan birga ko'rsatmoqchiman. Endi qachon oldiga boraman uni?
Hozir men yo'lda bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Mani nickimni yonida, ya'ni meni ismimni yonida jon kamroq turibdi, lekin meni o'zimni personajim jonni to'la ko'rsatyapti. O'shanga suv ichib ko'rmoqchiman. Agar suv ichganimda jonim to'lsa, demak meni o'zi asosiy jon ko'rsatib turadigan joyim xato ko'rsatyapti. Mani jonim to'ldi. Hozir ozgincha bo'lsa ham jonim to'ldi. Demak, meni asosiy ko'rinishim jonni xato ko'rsatyapti. Agar yana bitta aptechka urib ko'raman, agar o'sha aptechka ham ishlasa, meni jonim rostdan xato ko'rsatayotgan ekan. Demak, endi yana ham ehtiyotkorroq bo'lib o'ynashim kerak, chunki agar meni jonim kam bo'lsa, deb bu yerda to'liq ko'rsatib turgan bo'lsa, u kim bilan otchamasam, bitta o'q to'ldirib qo'ysa, vasha alam qiladi-da. Oldimdagi kim? Nima balo? Mahqmi? Bilan otishamanmikan? Yo'q. Bu qimirlamayapti. Bu bilan nima qilaman? Nima qilsam bo'larkan buni? Yonlash degan so'z bor ekan. Qani bosib ko'raman? Nimadir minutda odam kelyapti. Bo'ldi pishdi. Bu endi meni ketimdan yuribdi. Bu nima qilib berar ekan menga? Oldin lutqib oling. Keyin hal qilaman buni. Bu o'tgan sezondagiga o'xshab ani pingvin qo'rqilar deysilarni, men ham shunaqa qo'rqlaydigan bo'lsa kerak. Lekin cho'ta bu pingvindan ancha barzangroq ekan. Zalda necha soat shug'ullangansan? Hozir bitta narsa qiziqtiryapti. Agar men mashinaga o'tirsam, bu nima bo'lar ekan? Ortimdan yugurib yurarmikan? Nimadir qoti Superman deb o'ylayapti. Nima yurilyapman men o'zi? O'tib bo'lmayapti-yu. Anu bo'lib qoldi. Qani anu? Bu agar mashinaga o'tirsam yo'q bo'lib qolar ekan, tushgandan keyin paydo bo'lar ekan yonimda. Bu ham xuddi pingvinga o'xshar ekan, bir xil ekan, faqat ancha kuchlirog'i. Hozir menga kimdir otgandek bo'ldimi? Ana kartadan ko'rsatdi. Lekin menimcha o'q tegmadi, bo'ldi o'zim ham ko'rdim. Qani barzangi menga yordam bermaydimi? Qani barzangi hujumga. Raqibni yo'q qil raqibni. To'g'risini aytsam, bundan pingvinning foydasi ancha ko'p ekan. Bu vashshi qotib qarab turar ekan, nimadir bo'kiradimi, dushmanga qarab. Pingvin hech bo'lsa orqasi qanaqadir bir vashshi kuchli pingvin edi, dashi o'ldirib ham qo'yardi. Bu qarab turar ekan. Nozik barzangi ekan bu, bori faqat ko'rinishi zo'r ekan. Ikkinchi ham hududda qolib ketibdi. Uni menimcha olishga bora qolaman, agar mashinasi bo'lmasa o'lib ketmasin. O'zimdan oldin bitta ukol urib olsam. Uni borib o'zim o'lib ketmasam bo'ldi uni deb. Uni yonida ham mashina bor ekan, u otishayotgan ekan. Ya'ni gul bilan otishyaptimi? Hozir men ham yordam beraman. Faqat shuni devordan aylanib o'tib olaylik. Gulga o'q ta'sir qilmayapti. Bo'ldi, boshiga otish kerak ekan. Ana pishirib yubordim. Ichidan menimcha sanduqmi, lutmi chiqdi shakl, ammo katta narsa nima ekan? Ana ochish ham turibdi, bo'ldi lut ekan. Mana o'zi skinli qurolmi? Skini bormi bu qurolni? Yo, o'zi boshqacharoq avtomatmi ekan? Anu barzangini o'ldirishga yordam beradi, ya'ni pingvinni ham bittada o'ldiradigan karak bor-ku, muzdek karak. O'shanga o'xshash bo'lsa kerak. Hozir nima bo'lsa ham birinchi masjiddan chiqib olish kerak. Shuncha odamlarga o'lmasa, endi bitta xuddiga o'lib ketish alam qiladi-da. Davay ikkinchi ikkita mashinada ikkala tarafdan qisib o'ldiramiz dushmanni. Tez yurishni bosib mendan o'tib ketdimi? Mana shunaqa tez yursammi ekan? Bunaqa ko'p tez yursam benzinim tugab qoladi-yu, ozginada. Xayr, yashil axlat. Barcodes on the road?
Shuni bildim, ikkinchi aniq pravasi yo'q. O ayoqda odam bor ekan. Bu qimirlashdan otib ham bo'lmayapti. To'xtay. Mayli bola tirik qola qolsin. Baribir zona yaqinlashganda o'ldirib yuboraman. Mana shu ikkita mashina shuncha lut bor ekan. Bu yoqqa bormagan yaxshi. Hali ham ichida odam o'tirgan bo'lsa, 4 ta Vektor o'tirib olgan bo'lsa, aniq o'lardim-da. Mana nima bola musrid ichmay, ot ekan. U barzangi vashitda karochi kutamiz hammani. Davay bopli. Ish qilib qo'lingdan nimadir kelsin-da. Boy aytgan narsam hozir ko'rsatsak bo'ladi. Aytgancha men tomda. Men buni qilsam faqat sherigim kelish kerak-da. Buning uchun sherigim tushunarmikan hozir menmi? Qo'limni bundoq qilib tursam o'zi kelsa kerak, tomga chiqishga. Hozir sherigim tushunmadi, lekin men yaxshi uchadigan narsa bor, shunda uchib chiqib ola qolaman. Faqat qanaqa tepaga ko'tarilaman? O ana. Mana bu tepaga ko'tarilar ekan, yaxshi. Endi mana shu tomda pritsel qilib olib o'tirsam, kelganlarni otib tashlayman. Mashinada sklat kelmasa bo'ldi, muhimi. Men ham tiqilmasa bu pritselga qilganimda. Tiqilmasa emas, tiqilma. O'qdan meni susib qoldi bor-u, o'zini oldinga chiqazib oldi, o'q otayotganda menga. Birinchi marta foydasi tegdi. Ana dushmanni ko'rdim. Voy, kirib ketib qoldi. O sherigim yonida ekan-a? Chiqa qolsang-chi. O sherigim kallasi ishlagan ekan, o'lyapti. Yo'q. Voy, ana maqsad qani o'sha kelsa-chi. Azmini jonim qoldi. Voy, o'ldi. Va sherigimni ham o'ldirib yuboribdi. Wow, nima bo'pti? Yangi darajaga ko'tarilma, asmastir bo'ldim. Bu lekin xursand qilarli narsa bo'ldi. Kanashni sheriklarning orasida eng yaxshi o'ynagani men bo'lishim aniq edi. Mayli, bola menga like bosibdi, men ham like bosib qo'y. O'zi arzimasa ham. Bu videoni montaj qilish uchun meni 5 soat vaqtim ketdi. Shuning uchun iltimos shu videoga like bosib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarda albatta top 1 olishga va'da beraman. Keyin agar shu video ko'proq prosmotr bo'lsa, ya'ni sizlar like bossanglar, bu ko'proq odamga tarqaladi. Agar shunaqa bo'lsa, men albatta keyingi videoda donator juda kuchli sherigimni chaqiraman. Video bundan ham qiziq bo'ladi. O'sha videoni o'tkazib yormaslik uchun albatta obuna bo'linglar.